Nega hech narsa yemayapsiz? İştaham yo'q. O'zingizga dam bermasdan tinimsiz ishlayapsiz. Balki charchovdandir adasi. Bilmadim. İşga borishim kerak. Nima bu? Bu ikkinchi marta. O'tgan safar ham xuddi shunaqa qildi. Sal e'tiborliroq bo'l hujjatli. Har bittasiga javob beramizmi? Hozir kunda sal nazar bo'lmaydi. O'zimga yomon his qilaman. Shunga bo'lsa kerak. So'rolma, ko'p ishlayapti oxirgi paytda. Nazing bo'lmayotgan bo'lsa, litseyni ol, sanatoriyga bor. Qara o'zingga. Oyijon, o'g'lingiz ovqatingizni juda ham sog'ingan ekanlar-da. Siz aytganingizdan keyin o'g'limni dardini tushunib darrov yetib keldim. Ko'nglim sezdi-da. Juda yaxshi qildingiz. Ay bolajonim. Onajon, ukam, kelinim, jiyanlarim yaxshimi? Rahmat, hammalari salomda bor. Abduqodir, o'zimni yomon his qilyapman deyapsan. Bitta tabib topuvdim. Ertaga o'shaninga olib borib beraymi? Rahmat, o'rtoq. Xavotir olma. Men tabibimni topdim. Hozir yonimda-da. Rahmat.